Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog'omsiz, salomatlik yaxshimi hammadan? Bugungi kunda mana bu g'allazorlarimizni ahvoli bilan tanishayotgan edik. Nasib bo'lsa mana kunlar yurishib qoldi. Mana bugun fevralda 3-sanasi. Allohga shukr. Ob-havolar yarashib juda ham qarang, mana shudringlar tushib, yomg'irlar bilan kecha muzlab tarashib yotgan bug'doy bugun juda yaproqlarini tashab juda o'zgacha bo'lib turibdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa tez kunlarda o'g'itlashni boshlaymiz endi. Hektariga 200 kilodan. Chunki kechagi kunlarda buni o'g'itlab bo'lmas edi. Sababi yerlar muzlab yotibdi. Mana endi yerlar erib o'ziga yerga oladi, singiydi. Xudo xolasa mana shu narsalarni amalga oshiramiz. Yana ham temperatura ko'tarilgan sayin begona o'tlarga qarshi kurashib, nasib bo'lsa chiroyli ishlarni amalga oshiramiz deb kutyapmiz. Hurmatli do'stlar, bu non bo'ladi. Don rizq ro'zimiz deydi. Allohga shukr. Shu dehqonchiliklarimizga baraka bersin, xayr bersin. Dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. Sizlarda ham shu duolaringiz kerak, qo'llab-quvvatlashlaringiz kerak dehqonni. Xo'p, sog'-salomat bo'lingizlar. Xudo xolasa hademay Navro'z kirib keladi. Shu Navro'zlarda ko'rishlik nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar.